Qurilish bilan shug'ullanadigan har bir mutaxassis borki, qurilishi tez, sifatli va kam xarajat bilan qurilishini xohlashadi. Ayniqsa ishlab chiqarish korxonasini ochayotgan akalar yoki tadbirkorlar bu narsani juda ham xohlashadi. Sababi ishlab chiqarishdagi mahsulot tezroq ishlab chiqarilishi kerak va tadbirkorga foyda olib kelish kerak. Ana shunaqa korxonalardan bittasi bu Nukus shahrida panel radiatorlar ishlab chiqarish korxonasi qurilyapti. Bu panel radiatorlar ishlab chiqarish korxonasi 4 gektar maydonga qurilyapti. Tasavvur qilyapsizlarmi, qanaqa katta korxona bo'ladi? Yiliga 900 ming metr radiator ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lar ekan. Ana shu korxona uchun biz pir sendvich panellarini ishlab chiqarib beryapmiz. Bu pir sendvich panellari haqida qisqacha ma'lumot beraman. Bu pir panellarning afzal tomoni nimada? Birinchidan, yonmaydigan material hisoblanadi. Ikkinchidan, montaji juda ham tezlashtiradi. Ya'ni qurilish tezroq bitadi. Uchinchidan bo'lsa, izolyatsiyasi kuchli material hisoblanadi. Ya'ni qishda issiqlikni, yozda bo'lsa salqinlikni zo'r saqlab beradi. Hozir ana shu korxona uchun 12,5 metrli tom qismi uchun ishlab chiqarilayotgan pir panellarini ishlab chiqarish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Buyurtmani tez yetkazib berish maqsadida tayyor bo'lgan pir sendvich panellarini yuklash ishlari olib borilmoqda. Agar sizlarni ham qurilish ishlaringlar tez va sifatli bitishini xohlasanglar, Aquabuild kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar, tez va sifatli yetkazib beramiz.